tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan tadbirkorlikka istagi bo'lgan yuridik shaxs va jismoniy shaxslarga kredit ajratib kelmoqdamiz. Bugungi kunda mahalla tomonidan masalan berilayotgan har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 30 million so'mgacha jismoniy shaxsga, 5 million so'mgacha naqd pulda, 10 million so'm plastik kartalarga, yuridik shaxslar bo'layotgan bo'lsa 300 million so'mgacha pul ko'chirish orqali beramiz. Istalgan tadbirkorlik yo'nalishi uchun bo'ladi. Bundan keyin yana o'zimizda bankning tijorat kreditlarimiz bo'yicha berilayotgan kreditlardan moliyaviy ommabop degan kreditimiz bor. Bu 50 million so'mgacha naqd pul beriladi. Ikkita jismoniy shaxs kafilligi bo'lishi kerak. Kamida bitta sharti bu faqat oldin imtiyozli kredit olgan bo'lishi kerak bo'ladi. Talab shunaqa. Undan ham yuqoriroq kredit olaman degan bo'lsalaringiz, bunaqa istak tug'iladigan bo'lsa, 100 million so'mgacha o'zini o'zi band qilgan shaxslarga, jismoniy shaxslarga bank plastik kartasiga 100 million so'mgacha pul o'tkazib beriladi. Bunda garovlarimiz 5 yilgacha ishlab chiqarilgan avtomashina bo'lishi kerak. Keyin ko'chmas mulk savdo do'koni birorta narsa bo'lsa bo'ladi, xuddi shunday. Yuridik shaxslar bo'layotgan bo'lsa 300 million so'mgacha ajratiladi. Bunda kredit foiz stavkalarimiz 24 va 25% qilib belgilangan. Undan tashqari mikroqarz, xazina ilovamiz orqali siz o'sha istalgan to'lovlar bo'yicha to'lovlar amalga oshirish, olgan kreditlaringiz komissiyasiz to'lashingiz mumkin. Undan tashqari omonat, mikroqarzlar olishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha shu xizmatlarimiz bo'yicha ham pullaringizni burchlarga berdik. Shu bo'yicha o'rganishlar, savollar bo'layotgan bo'lsa